Barchaga assalomu alaykum. Ushbu videoni qo'ldan kelgancha reaksiya qilamiz. Oxirgi video bo'lishi ham mumkin, to'g'risi. Ko'zimga yetib qoldi. Chunki mantrashayotgan odamlar juda ham katta qo'shtirnoqchidan mafiya deymizmi, juda ham bir qudratli odamlar. Xullas, Octagon Ligani navbatdagi press konferensiyasiga Olmaotaga chaqirishdi. Kerak emas, men kelishmaydigan odamlar ko'p. O'zbekistonda bo'y bo'ladigan bo'lsa, men tayyorlanib qo'ya qolaman desam, xavfsizlik choralarini ko'rishga va'da bergan holda sultan chaqirdi. Keldik o'sha To'xtar bilan so'rashayotgan paytim Najdan ketib qoldi, ajratayotganda ahranalar ham chekkaga tortib, "Ne sen bizni bolalarga sakraysan? Ne sen zo'rmisan yo?" bu yoqda turib gazovat qildi. Endi Qozog'istonda можно shekilli boshqa davlat fuqarolarini bunaqa qilib so'kinib, haqoratlab, bemalol gazovat qilish. Bilmayman, bu videoni balki oldirtirib yuborar mendan bular, balki meni o'zimni bir yoqli qilib yuborar, yopdi qilib yuborar. Prosta mana shu videoni chiqarib qolayotganimdan men xursandman. Bunaqa holat 4-5 marta bo'ldi-da. Mana oddiy misol, Arnur Kabduldayev uxlab qolganda ham o'sha Iranisga vizit tashiyman deganimda Nuradin chekkaga tortib turib, "Idin-na" deb turib arenadan chiqarib yuborgan holatida ham chiqdik ketdik. Endi video chiqaraman deganimda bari iltimos qildi, yalinib keldi. O'sha yerda keyin besh olindi. To'xtarda oxirgi bo'yida ham face to face ga chiqishim kerak edi men. Esdan chiqdi u. Zachем esdan chiqadi? Men 3 kun ketgan vaqtimni boshqa davlatda kim qaytaradi? Nega hurmatimiz yo'qmi shunchalik deganimda ham, "Ya, brat" deb turib o'shanda ham iltimos, "Xo'p, endi bugungisi oshib ketdi." Unaqa holat juda ham ko'p bo'lgan, to'g'risi. Hammasini po fakt o'qib O'zbekistonga esolaman. Tirik yetib oladigan bo'lsak, xudo xolasa qo'yamiz. Mana o'zimizda MMA federatsiyasida Hasan F bor, Hojakbar aka bor. To'g'risi O'zbekistonda boshqa ligalar hech qaysi turnir qila olmayotgan vaziyatda Octagon liga qildi. Endi bularda pul ko'pligi uchunmi, bular katta mafiya bo'lgani uchunmi, to'g'risi men hayronman. Men shu O'zbekistonda turnir bo'layotganda o'sha odilona to'g'ri hakamlarda, qolaversa o'sha hamma narsa adolat bilan bo'lishida mana shu narsalarni qayta bir ko'rib chiqishingizni iltimos qilgan bo'lardim, to'g'risi. Men hayronman, nima Qozog'istonda mo'jnami? Liboy talpa qilishi yo O'zbekiston fuqarosini ular bir tiyinga olmaydimi? Men to'g'risi hech narsani tushuna olmayapman. Men shu vaziyatda to'g'risi yordam berishingizni, to'g'ri ko'rib chiqishingizni, kerakli odamlar ozgina bo'lsa ham aloqaga chiqishini men xohlardim. Men bir o'zimman. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Mana kuzatayotgan blogerlardan, mana shu Telegramda, Instagramga video narsa qo'ya oladiganlar, mana shu narsalarni tez qo'yib tashlanglar, чтобы ko'rsin o'zbek bolasini duxini-yu, boshqani-yu. Neужели mana meni ko'rayotgan qozog'istonliklar aytmaysizlarmi bunga? "Oy, o'zbek, nima deydi? Bir o'zing chiqib gaplash, talpa qilish, mehmonni tiqib olish, u nekrasiviy narsa" deb. Umuman tushunmayapman. Xullas, blogerlar aktiv bo'linglar bo'ldi. Men Liboy bilan o'xshaman bular. Liboy bilan. Достар, бәріне, ассаламу алейкум, всем ассаламу алейкум. Хотел разъяснить ситуацию последнюю, произошедшую между мной и Адильхоном, которую он трактует по-другому, разжигает межнациональную рознь. Там говорит, что его казахи избили. Я скажу так, Адильхон получил шапл от меня, один-единственный, больше я ему ничего не делал. И он знает, за что он получил, потому что я его еще и предупреждал: если я тебя увижу, не подходи ко мне, потому что ты получишь шапку, потому что я вспомню все то, что ты делал целый год, какие видео монтировал, что публиковал, задевал, переходил на личное. Это все я вспомню, если тебя в близком расстоянии увижу. Я его предупреждал, но нет, на видео видно, как Камиль подошел, за ним Адильхон сам подошел ко мне, конфликт начался, и никакой толпы рядом со мной не было. Я ему прописал один шапл и все. Потом начался конфликт, охрана подбежала, потому что она рядом не была, она успела, подбежала, его разнимали, нас разнимали, его охраняли охранники. То есть не было никакой толпы, не было никакого там казахи, узбеки, там не было нации. Мне не важно, узбек он, китаец, русский. У меня личная неприязнь именно к нему, и все. Поэтому сейчас он допускает большую ошибку. Разжигает межнациональную рознь, которую он потом не сможет остановить. Поэтому это очень опасный человек с опасным инструментом, с подписчиками, которых может направить не в то русло. Поэтому не верьте этому человеку, потому что он врет. Я вам показал реальные факты, доказательства, что его никто толпой не избивал здесь. Он чистый ушел оттуда, он даже не упал на землю.
Один шапал и все. Этого было достаточно, чтобы он разжигал межнациональную рознь. Толпа не было. Ну, во-первых, я сам пришел, потом Адилхон пришел. Там уже они вдвоем лишали, и я в середине был. Втроем чисто. Всем ассаламу алейкум. Давайте жить в мире добра, дружбы. Все народы, все мы, СНГ, все. Assalomu alaykum O'zbekiston. Odilxon bilan Erka bo'landi o'rtasida bo'lgan muammoga biz shunchaki bir chetda tomoshabin bo'lib, bilkamizni qisib qarab o'tirganmiz yo'q. Men konferensiyadan chiqishim bilan Humoyon aka olib ketdi aeroportga qarab, olib kelamiz. Biz ham yonimizda bo'lish kerak edi. Humoyon aka. Assalomu alaykum O'zbekiston. Biz birgamiz. Chet elda doimo qanaqa o'zbek bo'lishidan qat'iy nazar o'zbekmi? Biz qo'llab-quvvatlaymiz, xudo xolasa. Olg'a O'zbekiston. Do'stlar, bir narsani bilinglar, millatni yomoni bo'lmaydi, odamni yomoni bo'ladi. Odamlarni bir mamda bir ikkitalarni muammosini millatga aralashtirmaymiz, o'zimiz hal qilamiz. Agar nimadir gapi bo'lsa, men bizning oldimizda bo'ladi. Bemalol kelib abrashinasini qilib gaplashish mumkin. Odilxon o'zbek, biza o'zbek. Demak, o'zbek patishga qilish kerak. Qilamiz ham, yonida bo'lamiz ham, dakanda yuramiz ham. Jonlaringiz sog' bo'lsin, O'zbekiston olg'a. Bilmadim, menimcha ancha-munchasiga emasda bir o'zi kirib borish, bir o'zi boshqa davlatga mana shular orasiga, raqiblar orasiga kirib borish. Betingga siyaman zo'ringda. Almatadaman buni. O'zbekistondan kelib, mana Almatada mana senlarga gapiryapsan, itlarga o'sha menga tashab qolgan cho'rtlarga kelish mana. Mana lichkam ham ochiq, nomerim ham ochiq, hamma narsa ochiq. Yoz, men lokatsiyani tashiyman, kelaring itlar. Suka bilan. Bilmadim, men shu oktagonligi uchun borimni berdim-da, jonimni berdim. O'zim xohlamagan narsalarni ham chiqarish kerak deb. Biz o'sha abrashinalarni chiqaramiz. Keyin bu yoqda kim piarchi, Odilxon piarchi. Kim yomon, Odilxon yomon. Hammaga yomon ko'rinib, men shu ligani obro'sini ko'tardik-da. Men boshqa ligaga o'taman, xudo xolasa. Men o'sha yerda shunaqa gullataman. Oktagonda eng to'pga olib chiqqan odam, xudo xolasa, boshqa joyda ham mana shunaqa ko'taramiz, xudo xolasa. Sabr. Время покажет. To'ktar it suka. Просто itsan. Qozog'istondan uyingdaman. Qayerdasan? Bir o'zim kelganman. Yonimda hech kim yo'q. Bir o'zimman. Men bilan bo'ydan qochib Kamil bilan ushdi. 11-mayga liga bermoqchi bo'lsa qochib yuribsan. Lekin tiqib qolishni bilasan suka. Nujeli sen o'zinglar, o'zing yurtingdagilar gapirmaydi, ozgina mujik bo'lganda. Itsan sen просто. Shakal suka. Humoyon To'xtamurodov gapirganda talashibman, bular meni oilam. Ular haqida neto gapirma desam, sen qarab turgin. Ko'rasan, hali vaqt ko'rsatadi. Ular faqat foydalanadi. Odamning qadr-qimmati yo'q degan. Mana 10-marta guvoh bo'lib turibman mana shu narsaga. Erki bilan yangi video qo'yibdi. Meni o'zim urdim, boshqa birov aralashmadi deb. Allohdan qo'rqinglar ozgina. To'g'ri, men bir o'zim turman. Sizlar 100 kishi, 200 kishi mana shu ligada bo'lib, ko'chada aytasizlar odamlarning fikrini o'zgartirishga. Hammanglar bir bo'lib videolar ishlab, kerak bo'lsa menga tuhmat qilib, meni yomon ham ko'rsatarsizlar. Xudo xolasa O'zbekistonga yetib olaylik. Biz tarafdan ham quyosh chiqib qolar. Erki bo'lan, sen itsan xolos. O'zingni yurtingdan, o'zingni iningdan, o'zingni mahallangdan ko'chaga chiqa olmaydigan itsan xolos. Yurak yo'q senda. Mana shuncha ham yurak yo'q. Xudo xolasa O'zbekistonga yetib olaylik. Gaplashamiz o'rtoqlar.